Bu joyi ochilganiga endigina 1 oy bo'ldi, lekin odamning ko'pligini qarang. Hamma mana shu zig'ir oshni dong'ini eshitib kelyapti. Bu yer Mirzo Ulug'bekda yangi ochilgan Samarqandcha zig'ir osh. Yangi ochilgani bilan uzoq yillik tajribaga ega samarqandlik oshpazlar kelib pishirishayotgan ekan. Osh haqiqatda maromiga yetkazib pishirilgan. Buni videodan ham sezish qiyin emas. Paylarini, go'shtlarini dirkillab turishini qarang. Guruchlari ham tobida pishibdi. Olib kelgan odamingizni uyaltirmaydi. Men hamkasblarim bilan yedim, maza qildik. Bir porsiyasini ham qarang, go'shtlari ham dobri ekan. Biz 3 porsiya etdik. Bir porsiya osh 50 ming. Agar pay qo'shimcha oladigan bo'lsangiz 35 ming so'm. Undan tashqari bu yerda Samarqandcha somsa ham tayyorlashar ekan. Xamirlari qatlama, shakli ham katta, ichida ham to'la go'sht ekan. Eng muhimi juda mazali somsa ekan. Samzig'ir oshda har kuni ertalab 11 da va kechki 6 da yangi qozon oshlar ochiladi. Kechki 11 gacha bemalol kelaversanglar bo'ladi. Joylari ham toza, ozoda, shinamgina ekan. Samzig'ir oshni Olmaliqda ham filiali bor. Samarqandliklar videoga bitta like bosib qo'ymasanglar bo'lmaydi. Bu yona adresi Mirzo Ulug'bek tumani. Lokomotivdan o'tib Limonariyaning ko'chasiga kirishinglar bilan 300 metr kirganda chap qo'lda. Aniq lokatsiya Telegram kanalimizda.